Bugun butun Amerikani oyoqqa turg'izgan Epstein o'zi avragan qizlarga pul bergan, qimmat sovg'alar bilan aldagan, o'qish uchun pul to'lab bergan va ularga yosh dugonalarini villaga kelishga ko'ndirish uchun pul taklif qilgan. Shu tariqa o'ziga xos fohishabozlik piramidasini yaratgan. Epstein villasiga olib borib jinsiy aloqa qilgan, zo'rlagan qizlarning soni 1000 dan oshadi. Ularning aksari voyaga yetmagan qizlar edi. Millioner uzoq yillar voyaga yetmaganlar bilan muammosiz aloqa qilib kelgan. Politsiya 2005-yildagina uning ustidan tekshiruv boshlaydi. O'shanda Epstein jinsiy aloqa qilgan 14 yoshli qizning ota-onasi politsiyaga murojaat qilgandi. U qizni so'roq qilish orqali politsiya Epstein oroliga olib borgan, jinsiy zo'ravonlikka uchragan kamida 36 nafar 14 yoshli qizlarni aniqlaydi. Lekin politsiya ishga jiddiy qaramaydi. Epstein atigi 13 oy qamoqqa hukm qilinadi. Shunda ham bemalol ozodlikda ishini davom ettirish imkoni berilgan holda. Ya'ni o'sha vaqtdayoq yuzlab bolalarni jinsiy mayli uchun ishlatgan pedofil Amerika sudi tomonidan deyarli jazosiz qoldiriladi. Moliyachi yana 14 yil kayf safoda hayot kechiradi. Unga hech kim indamaydi. Oroliga yuzlab voyaga yetmagan qizlarni olib borib, amalda ularni qul qiladi. Va 2019-yilga kelib Epsteinni qamoqqa olishadi. Unga voyaga yetmagan bolalarni jinsiy ekspluatatsiya qilish ayblovi qo'yiladi. 2019-yil iyulda qamalgan pedofil 2 oy o'tib